Zelenskiy Rossiya urushda foydalanadigan obyektlarga preventiv zarba berishni buyurdi. 100 mingga yaqin qurbon. Venesuelada dahshatli zilzila bo'ldi. Zelenskiy Rossiya urushda foydalanadigan obyektlarga preventiv zarba berishni buyurdi. Ukraina Rossiyaning urush uchun foydalanayotgan obyektlarga qarshi preventiv zarbalar beradi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bayonotlariga tayanib Reuters xabar berdi. Men maxsus xizmatlarimiz va harbiylarimizga Rossiya urush harakatlarini kengaytirish uchun foydalanadigan obyektlarga qarshi oldindan harakat qilishni buyurdim, dedi Zelenskiy. Ukraina dronlari 24-iyun kuni Kremning eng yirik shahrida elektr ta'minotini izdan chiqarib, Rossiyaning markaziy va janubiy hududlaridagi obyektlarni nishonga oldi. Kiyevning neftni qayta ishlash zavodlari va energetika obyektlariga zarbalar davom etayotgan fonida Rossiyada yoqilg'i inqirozi yanada chuqurlashmoqda. Poytaxtdagi Moskva neftni qayta ishlash zavodi Ukrainaning dron hujumlari oqibatida katta zarar ko'rgani sababli kamida 6 oy davomida ishlamaydi, dedi sohadagi manbalar. Bu esa Rossiya bo'ylab yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligiga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlarini qiyinlashtirmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada neft mahsulotlari va koks ishlab chiqarish may oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13,5% ga kamaygan. Dunyodagi 3-yirik neft ishlab chiqaruvchi davlat hisoblangan Rossiya 2022-yilgi bosqindan beri neft qazib olish va eksportga oid ma'lumotlarning katta qismini e'lon qilishni to'xtatib qo'ygan. Reuters manbalariga ko'ra, Rossiya o'z ichki bozoridagi taqchillikni bartaraf etish maqsadida Qozog'iston bilan qariyb 50 ming tonna AI-92 markali benzin import qilish bo'yicha muzokara olib bormoqda. 100 mingga yaqin qurbon. Venesuelada dahshatli zilzila bo'ldi. 24-iyun kuni Venesuelaning shimoliy va markaziy hududlarida kuchli zilzilalar sodir bo'ldi. Zilzilalar oqibatida poytaxt Karakasda ayrim binolar vayron bo'lgan va aholi xavfsizlik sabab ko'chalarga chiqqan. Dastlab magnitudasi 7,2 va 7,5 bo'lgan ikkita zilzila qayd etilgani aytilmoqda. Zilzila markazlari Karib dengizi sohillari yaqinida joylashgan. Shundan so'ng yana ko'plab yer silkinishlari kuzatilgan. Venesuela hukumati favqulodda holat e'lon qilgan. Qutqaruv xizmatlari vayronalarni bartaraf etish va zarar ko'rgan hududlarda ish olib bormoqda. Zilzila sabab ayrim infratuzilma obyektlari, jumladan aeroport faoliyatida ham uzilishlar bo'lgan. Dastlab tsunami xavfi haqida ogohlantirish berilgan, ammo keyinchalik bu ogohlantirishlar bekor qilingan. Shuningdek, Japanning Honshu oroli yaqinida ham kuchli zilzila sodir bo'ldi. Hozircha jabrlanganlar haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.